Assalomu alaykum motoblog ishqibozlari. Bugungi obzorimiz 15 va 17 ot kuchli motobloglar uchun qo'shimcha adapter haqida bo'ladi. Keling, to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Adapterimiz 15 va 17 ot kuchli motobloglarga tushadi va yasalishi qalin 208 tenkali profillardan bo'ladi. Undan tashqari adapterimizda foydalaniladi mashina balonlaridan foydalaniladi. Taylari usulli qilib yasalgan. Oddiy o'qqa o'tirgizib qo'yilmaydi balonlar ham. Balonlari aslan Matiz barabanlarga moslab o'rnatiladi. Chunki bunda luft bo'lmasligi kerak. Undan tashqari qo'shimcha adapterimizning dishlalari aynaladigan qilib ishlangan. Bunda qo'shimcha agregatdan foydalanayotganda yoki ariqlardan o'tayotganda foydalansangiz, motoblogning baloni ariqqa tushganda og'darilmasligi uchun, agar myortviy bo'lganda bu narsa og'darilib sinib ketish ehtimoli ko'payadi. Shuning uchun ham bu adapterimizni aynaladigan qilganmiz. Undan tashqari adapterimizni 3 xil yo'nalishda foydalansalaring bo'ladi. Birinchisi arava tortsalaring bo'ladi. Arava tortish uchun ham отдельный joylar qilingan. Ikkinchisi chisel ulab foydalansa bo'ladi. Uchinchisi esa bunda plyug ham tortish ehtimoli bo'ladi. Sababki 15 va 17 ot kuchli motobloglarga plyug ulaganingizda motoblogga asosan nagruzka kelib, balonlari buksavet qilib qoladi. Lekin bu adapterimiz orqali tortganingizda oraliq masofa uzoqlashgani va ustida odam boshqarganligi uchun yuk og'irlashgani hisobiga va oraliq kengaygani hisobiga orqadagi plyugni tortish ehtimoli yuqorilashadi va motoblogning baloniga ham nagruzka kelib buksavet qilib qolmaydi. Undan tashqari arqalari ko'pchilikda savol bo'lishi mumkin. Arqa tomonlari qanday materiallardan yasalgan, svarka qilinganlari qanaqa, yaxshi svarka qilinganmi, birorta chisel yo plyug tortganimizda uzilib ketmaydimi degan savollar bo'lishi mumkin. Ko'rishlaring mumkin orqadagi listlarning qalinligini. Qalin va qarim profillardan qilingan bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Palislariga ham e'tibor berib qo'yasizlar. 28 diametrli palislardan yasalgan. Buni aravani uzib qo'yib, bemalol motoblogni o'ziga ulab, yer haydagani orqasiga, ya'ni frezalarini qo'yib, yer haydagani borsangiz ham bo'ladi. Motoblogni yetalab yurmaysiz, bemalol ustiga chiqib harakatlanib, tezroq ishingizni bitirishingizga yordam beradi. Ko'rishlaring mumkin, orqasiga ishlatilgan detallarning qalinligi va baquvvatligiga bizning hammabop ustalar albatta kafolat beradi. Xuddi shu turdagi motobloglar uchun temir balon, arava, qo'shimcha agregat, chisel, har qanday turdagi qo'shimcha agregatlar sotib olmoqchi bo'lsangiz, birinchi qo'ldan ekranda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib xarid qilishlaring mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyatida, Farg'ona shahardan 10 kilometr ichkarida joylashgan bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqsalaring, qolgan viloyatlarga ham dastavka qilib beramiz.